Assalomu alaykum hammaga. Master Odi kanalida sizlar bilan ko'rishib turibmiz. Xudo xolasa bu obyektimiz o'z yakuniga yetdi. G'ishtlarni biz urganmiz. Seysmopoyezd regellarini, primechkalarini ustakalarimiz chiroyli qilib quyib berishdi. Xo'p, bu obyektimiz juda ham chiroyli, shinamgina bo'ldi, katta sifat bo'ldi. Ichida hammom dushlari bilan birgalikda joylashdi. Oshxonasi ham bor. Har doimgidek spalnilari ham bor va o'rtada katta zal ko'rishingiz mumkin. Seysmopoyezdni ham ustakalarimiz juda chiroyli holatda bitkazishdi. Ko'rib turibsizlar, choklari ham juda chiroyli ulangan. Xo'p, to'g'rida bu zal, bu kuxnyamiz bo'ladi. Bu yerda bemalol ovqatlarni tayyorlashadi. Bu ham spalnik. Xo'p, bunisi dush, bunisi tualet. Xo'p, bu yoq tomonda ham spalnik. Buni mehmonlar uchun foydalanadigan xonamiz. Kelgan mehmon bemalol shu yerda chiroyli ziyofat qilib uyga qaytishi mumkin bo'ladi. Xo'p, bu yoq tomonga ham sanuzel dushlari tushadi. Bu xonamiz kattaroq bo'ldi, sababi Ariston yoki qolgan mayda-chuyda narsalar dushovoy kabinalar bemalol sig'ish uchun. Ko'rib turibsizlar, obyektimiz juda ham chiroyli, juda ham fayzli bo'ldi ishimiz. Uydagilar ham juda ham yaxshi insonlar ekan. Umuman ishimizga aralashmadi ham, shu proyekti bo'yicha qilindi, hammasi juda chiroyli bo'ldi. Xo'p, narxlari, g'ishtni o'zini kelishi, narxi sotib olishi 945 so'mdan keldi g'ishtlarimiz, rishton g'ishti. Xo'p, g'ishti urilishi, xo'p, 750 so'mdan g'isht urdik.